ko'chada yana tushib borasiz haydovchini oldiga, o'zaro keyin tep bosiz, har xil harakatlar bo'lyapti. Bu uchun asabdasiz, hurmatli haydovchi. Nima deb tashlayman? Yo'q, o'zi aslida asabda emas edim. Bu yoqda ayolim bilan kelayotgan joyim edi. Mana asosiy xatoyim boshida hammaga yo'l berib qayrilishim kerak bo'lgan joyda ozgina oldiroq yurib o'rganman. Ularga ozgina pamix bo'lgan. Yurayotganlarda shundan keyin yonimda ayolim bilan qaytayotgan joyimiz edi. Yoningdagi to'kiga qaraganda yo'lga qarasang bo'lmaydimi degan gapidan keyin endi erkakmiz. Shu gap gapirsiz. Ha, o'shandan keyin men jahlim chiqib ketib, men unga oynani o'zidan gapirdim. Keyin endi u o'zi kesib qo'ygan ekan u joylarni, ya'ni kardida montaj qilgan. U meni ya'ni siqqan joylar umuman ko'rinmagan videoda. Demoqchi bo'lganim, U ham xato qilganmiz. u ham xato qilgan, endi baribir qarshi ikki qo'ldan chiqadi degandek, baribir undan ham o'tgan. O'shandan shu tariqa davom etdi, ozgina ziddiyat yuzaga keldi. Demoqchi bo'lganim, inson baribir og'irroq, bosuvroq bo'lish kerak ekan yo'lda. Uzr so'rayman. Men haqimda o'sha yomon fikrga borib qolganlar, noto'g'ri fikrga kelib qolgan insonlardan uzr so'rayman. Televiziya ko'rish mana shu holat bo'yicha haydovchi hozir yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga kelgan transportga qanday chora ko'ryapti haydovchi? Haydovchi qoidabuzarligi bo'yicha Toshkent shahar ichki boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan chaqirtirildi. Shu avtotransport haydovchisiga tegishli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima ko'rsatib qo'yiladi. Yo'ldagi haydovchilardan belgilangan yo'l harakat qoidalariga va yo'l madaniyatiga rioya qilib avtomashina boshqarishlarini so'rab qolamiz.